Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Baliqchi tumani Charog'on MFY bir kontur bo'yicha yer maydoniga kelindi. Yer maydonimiz jami 10 gektar bo'lib, 50 ta fuqaroga 20 sotikdan berilgan. Hozirgi kunda shu pomidor ekish jarayonida 1 gektar yer maydoniga o'rtacha 35 tonnadan hosil pomidor mahsuloti yetishtirish rejalashtirilgan. 10 gektariga 350 tonna hosil yetishtirish mo'ljallangan. Mana konturimizni eni o'rtacha 200 metr, bo'yi esa 500 metr bo'yi. Jami 10 gektar. Mana bo'yi, mana eni.